Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Mana bugun 28-mart, hafta kuniga shanba. Hop, sizlarga yangi dubl kabinamiz keldi 2026-yil. O'shani bir boshdan tushuntirib, avzolarni qilib o'tamiz. Motor miyasi qanaqa, akkumulyatori qanaqa, bitta zaryadi bilan necha kilometr yuradi, tezligi nechaga chiqadi, batafsil hammasini tushuntirib o'tamiz. Uzoqroqdan ko'rsataylik, mana sekin yonboshlari. Oldida ikkitadan tumanka faralari bor. Oldi kalotkalik. Tonirovkalar tortib berilgan chotka holatda hammasi. Yonbosh ko'rinishlari. Endi ichki salonlarni hozirda ko'rsatib o'tamiz. Ichki salonlari o'ta ham chiroyli holatda. Arqa salonlar. 4 kishi bemalol sig'ib o'tirib bitta oila ketsa bo'laveradi. Как mashina. Ishi yopilishlari. Hurmatli obunachilar, kimga shunaqangi materiallar kerak bo'lsa, pastda nomerlar qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqib telefon qilsalaring, chiroyli qilib yetkazib, dastlabki qilib chiqarib beramiz. Endi hurmatli obunachilar, bortini razmeri 1.60 bo'ladi. Bo'yiga, eniga 1.80 bo'ladi. Eniga 1.30 bo'ladi. Hop, arqa stoplari LED chiroqlar bilan joylashgan. Zadniy kameralarigacha bor. Endi bortlarni bitta ko'tarib ko'rsatib beramiz hozir, hurmatli obunachilar. Ko'rasizlar tayyorlarni ham hozir. Hurmatli obunachilar, men bortlarni ko'tarib ko'rsatamiz. Mana hozir risollar ikkita, Peugeot'na ikkita, mana o'taman ikkita amortizator, o'tamonda ham ikkita amortizator. Akkumulyatori mashaka tushadi. 70 amperlikdan 6 ta bo'ladi. 2026-yil akkumulyatorlardan qo'yib beriladi. Miyasi, mana buni miya katta miyadan qo'yilgan. Motori 4 burchak motordan. Hop. Reduktorlari mana 18 talik qizil reduktordan, eng baquvvat reduktordan qo'yilgan. Hop. Motor miyasi 2000 wattlik, 2000 wattlik bilan jihozlangan. Bitta zaryadi bilan 60-70 kilometrgacha masofa bosib o'tadi. Yuk ko'tarish hajmi 500 kilogacha bemalol yuk ko'tarib harakat qilsa bo'ladi. 500 kilo yuk oladi arqa bort. Plus ichida 4 ta odam bilan bemalol ketsalaring bo'ladi. Motor miya o'shancha kattasidan qo'yilgan, hurmatli obunachilar. Qo'shib berilgan narsasi mana jiletda balon kirishlarni kiradi, zaryadchik. Mana shu holatda sizlarga yetib boradi, xudo xolasa. Telefon qilsalaring, mana shu tonirovkasi bilan yetib boradi. Yo'q, menga tonirovkasi kerak desalaring, tonirovkasi holatda ham boraveradi. Hurmatli obunachilar, buni narxi $1750 dastlabkasi ichida vodiy bo'ylab Toshkentga, vohalarga kelishilgan holatda qilib beriladi. Asl nomerlar qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqsalaring, yetkazib chiroyli narxlarda chiroyli qilib olib borib beriladi.